Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana kompyuterni o'rganamiz kanali. Bugungi videoda ya'ni kompyuterda qanday qilib tez yozishni o'rganamiz. Bu ikkinchi qismi faqat. Va bu yerga Google ga kiramiz va mana bu yerda Add Club deb yozamiz. Add Club deb yozsak va Enter'ni bosamiz. Va birinchisini bosamiz. Va bu yerda mana shunday narsa chiqadi. O'zbekcha qilsak, mana shunday narsa chiqadi. Yoki sizlarda ruscha yoki inglizcha bo'lsa, ko'pincha inglizcha bo'ladi. Shuning uchun va browser shortcuts'dan typing jungle'ni bosamiz va get started. Va mana bu yerga boshladi va bu yerga qilsak. So, I hear you want to type like a pro. Let's start by setting up your finger positioning. Look at the F and J keys on your keyboard. Do you see the Yani bu yerga aytyapti, qaramasdan yozishni oson-oson, ya'ni F bilan J ga bumps on each key? Close your eyes and feel for the bumps using your two. Yani F bilan J ga ko'rsatkichga barmog'ingizni qo'yishingiz kerak. Chunki nima desangiz, bu yerda qandaydir chiziqchalar bor. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerga qandaydir chiziqchalar bor. Two index fingers. Take your time, but don't look. Did you get it? Your index fingers should always find their way back to F and J by feeling for those bumps. Now curve your fingers and bring your other fingers down. Yani o'sha yerda, yani xohlaganki tugmachalaringizni mana bunday qilib bosib o'tirasiz. Yani bu qaramasdan yozishning usuli. On the next three keys on either side. This is called the home row position. For example, to type the letter U, your right index finger will travel up one key and then quickly return to the bump. Agarda J ni tepasida U ni bosmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatkich barmog'ingiz bilan J ni ustiga U ni bosmasdan, ya'ni on the J key. Okay. shunday ekan, ya'ni ko'rsatkich barmoq bilan J turgan barmoq bilan o'sha yerni ustiga bosasiz va qo'yasiz. Before we start, there is only one rule you must always follow. Never, ever look at the keyboard while typing. If you follow this rule, your index fingers will quickly learn to find their way home by feeling for the bumps. Fast typists forget about the keyboard and don't even realize their fingers are at work. They feel one with the computer. After some practice, you'll start feeling it too. The computer becomes a part of your body and your mind is in full control. Let's get started. Mana boshlandi va bu yerda ya'ni F tugmasini bosib o'tiring deyapti va J ni ham. Va F ni bosamiz va J ni. Va qo'lni bossak, mana o'shani ay o'rganib ketasiz o'zingiz. Ya'ni barakalla deyapti. Yani bu yerda agarda bo'sh joy bo'lsa, ya'ni bo'sh joy tugmasini bosamiz, ya'ni space. Bu ozgina qiyinlatib ketishi mumkin. Bu qiyinlashishi mumkin. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like'larni bosasiz. Xullas kelam, sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Like va obuna bo'lishni unutmanglar.